SMM Start kursining birinchi darsi. Mavzu SMM nima? Juda ko'pchilik aytishadi MCS, SMS yoki bo'lmasam boshqa turli xil har xil iboralar mavjud. Lekin bu SMM, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar marketingi, ingliz tilidan olingan so'z hisoblanadi. Social media marketing. Ijtimoiy tarmoqlar deganda nimani tushunamiz? Bu o'zimiz har kuni ishlatayotgan Instagram, Facebook, TikTok yoki bo'lmasam Telegram Messenger hisoblanadi. Unda biz nima qilishimiz kerak? Marketing. Bu degani siz marketing orqali internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlar orqali brendni tanitishingiz, savdoni amalga oshirishingiz yoki bo'lmasam mijozlar o'rtasida savdo sotiqni ushlab turishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar marketingi, ya'ni SMM nima ekanligini tushunib olaylik. Bu bir qarashda juda oson, lekin bu qachon paydo bo'lgan? Ko'pchilik aytadi, Facebook paydo bo'lishidan oldin. Ya'ni Facebook paydo bo'lishi bilan SMM paydo bo'ldi. Yo'q, unday emas do'stlar. Facebook 2004-yilda paydo bo'lgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar bundan oldin ham bor edi. Amerikada 2000-yilda ijtimoiy tarmoqlar marketingi rivojlandi. Rossiyada esa bu ko'rsatkich 2008-2009-yillarga to'g'ri keladi. O'zbekistonda-chi? O'zbekistonda 2012-yil va 2013-yillarda paydo bo'lgan. Lekin pandemiya sababli bu soha juda rivojlandi. Ya'ni har bir tadbirkor tushunib yetdiki, SMM ijtimoiy tarmoqlar marketingini yo'lga qo'yilmasa, mijozlar oqimini yo'qotib qo'yilishi mumkin. Shuning uchun SMM orqali, internet orqali siz mijozlarni topishingiz va ularga o'z tovar mahsulotlaringizni yoki bo'lmasam servislaringizni taqdim etishingiz mumkin. SMM qanchalik dolzarb kasb ekanligini bilmoqchimisiz? Unda bu statistikani bilishingiz shart. Ya'ni nima uchun SMM qilishim kerak degan savolga biz quyidagicha javob beramiz. Marketing Sharpa agentligining statistikasiga ko'ra 18 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan insonlarning 95% o'z brendlari bilan ijtimoiy tarmoq orqali aloqaga kirisha biladi va ular bilan yozishni xush ko'rishadi. Demak, siz agar ijtimoiy tarmoqlarda mavjud bo'lmasangiz, SMMni qilmasangiz, mijozlarni yo'qotib qo'yishingiz yoki bo'lmasam ular bilan aloqa o'rnata olmashingiz mumkin. Nima uchun aynan SMM? Traditional marketing, ya'ni traditsion marketing emas. Televizorda reklama berishingiz mumkin edi yoki bo'lmasam radioda. Lekin SMMni tanladingiz yoki nima uchun tanlashingiz kerak? Birinchi navbatda bu SMM orqali siz mijozlar bilan ikki tomonlama kommunikatsiya o'rnatishingiz mumkin. Agar siz televizorga reklama beradigan bo'lsangiz, mijozlar fikrini bila olmaysiz. Sizning reklamangiz haqida ular fikrini umuman bila olmaysiz. Lekin SMM orqali siz barcha narsani kuzatib turishingiz, mijozlar bilan birga ishlashingiz, ular bilan birga aloqa qilishingiz mumkin. Bu juda qulay va ikki tomonlama marketing sanaladi. Sizda tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. SMM biznesda qanday vazifalarni hal etadi? Birinchi navbatda bu brendni tanitish. Ikkinchi navbatda bu sodiqlikni bir maromda ushlab turish va uchinchisi bu savdo-sotiq masalasi. Keling, birma-bir to'xtalib o'tamiz. Brendni tanitish bu nima? Sizning brendingiz hali tanilmagan bo'lsa, bozorga yangi brendni olib kirishda siz SMMdan foydalanishingiz mumkin. Aytaylik, bu bizning loyihalardan Strawberry House. Ular faqatgina SMM orqali tanilishdi. Yoki bo'lmasam omma orasida yangi auditoriyaga ega bo'lish. Ya'ni siz o'z mahsulotingiz bor va u mahsulotni yana qandaydir yangi auditoriya, yangi mijozlar to'plamiga taqdim etmoqchisiz. Buni ham SMM hal qilib bera oladi. Assortiment yoki bo'lmasam yangi mahsulotlarni mijozlarga taqdim etishingiz. Sizning kiyimingiz bor, kiyim do'koningiz bor va chet eldan yangi assortiment olib kelmoqdasiz. Buni qanday taqdim etishingiz mumkin? Albatta brendingizni tanitish orqali. Bloger, reklama, target yoki bo'lmasam boshqa narsalar. Shu orqali siz brendingizni tanitishingiz mumkin. Va oxirgisi albatta foydalanuvchilarning e'tiborini jalb qilgan holatda siz o'z brendingizni tanitasiz. Sodiqlik. Buni qanday hal qilish mumkin SMMda? Ko'rayotganingizdek, birinchi navbatda mahsulotga bo'lgan ishonchni paydo qilib olishimiz kerak. Sizning mahsulotingiz, aytaylik Space Academy misolida, bu SMM kursi. SMM kursiga nisbatan sodiqlikni amalga oshirish uchun biz birinchi navbatda spikerlarni, tajribali spikerlarni tanishtirdik. Ikkinchi navbatda o'zimizning keyslarimizni, o'zimizning tajribalarimizni tanishtirib o'tdik. Bu mahsulotga nisbatan mijoz ongida ishonchni paydo qiladi. Buning hammasini biz internet orqali, ya'ni Instagram, Telegram, Facebook orqali amalga oshirdik. Ko'rayotganingizdek, SMM sodiqlikni hal qila oladi. Ikkinchi navbatda stereotiplar, negativlar, e'tirozlar bilan ishlash uchun SMM juda zo'r joy.
Oddiy misol, biz har kuni kunlik hayotimizda har xil negativlarga duch kelamiz. Yoki bo'lmasam stereotiplar. Ayol kishi SMM o'qishi mumkin emas. Nega mumkin emas? Mana biz fevral oyida SMM kurslarini ayollar uchun boshladik. Yoki bo'lmasam e'tirozlar bilan ishlash. Kimdir aytishi mumkin, buning narxi qimmat-ku, yoki bo'lmasam raqobatchingizga nisbatan sizning narxingiz qimmat ekan. Va u bilan SMM orqali, ya'ni internet, Instagram, Facebook yoki bo'lmasam Telegram orqali bog'langan holatda bizning narximiz nega bunday ekanligini va nega aynan siz bizdan xarid qilishingiz kerak ekanligini tushuntirib bermoqdamiz. Va oxirgisi, takroriy xaridlarni amalga oshirish uchun SMM yordam bera oladimi? Ha, albatta. Nima uchun? Sababi oddiy misol. Siz biron brenddan mahsulot sotib oldingiz, takroriy xaridni amalga oshirmoqchisiz, lekin siz unga hali tayyor emassiz. Lekin siz oddiy bir Instagramda chiroyli, vizual jihatdan estetik va chiroyli matn bilan yozilgan ularning postini ko'rib qoldingiz. Natijada siz yana bir marta u brenddan narsa sotib olasiz. Demak, ikkinchi vazifa bu sodiqlikni amalga oshirish. Uchinchi masala, savdo-sotiq masalasi. SMM bu nafaqat sodiqlikni amalga oshirish yoki bo'lmasam brendni tanitish. Shu ikki holatdan kelib chiqqan holda savdo-sotiqni yo'lga qo'yishdir. Ya'ni siz brendingiz omma orasida tanidi, ikkinchi navbatda ularning sodiqligiga erishdingiz, har xil stereotip, negativlarni yo'q qildingiz. Endi navbat savdo-sotiqqa. Siz bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z brendingizda tovar mahsulotlaringizni yoki bo'lmasam xizmatlaringizni sotishingiz mumkin. Bunda yaqqol misol bo'lishi mumkin bizning Artblock loyihamiz. Ularni birinchi navbatda brendini tanitib oldik, sodiqlikni amalga oshirdik va hozirgi kunda savdo-sotiq jadal ravishda rivojlanmoqda. Yoki bo'lmasam Strawberry House. Ularni qariyb 1 yil, 1,5 yil oldin juda kam insonlar tanirdi. Hozirgi kunda juda ko'plab insonlar bu loyihani bilishadi va ularni brendini tanishadi, ularga sodiq va har doim mahsulotlarini sotib olishadi. Oddiygina statistika, ularning bizga kelganda loyihasi 5000 obunachiga ega bo'lgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 10 baravargacha, 8, 9, 10 baravargacha o'sdi. Yoki bo'lmasam bizning yana bir loyiha misol bo'lishi mumkin, Technogym, ya'ni juda qimmat hisoblangan velodorojka, sport anjomlarini sotishadi. Bu ham SMM orqali sotish mumkinmi? Qimmat tovarlarni deyishingiz mumkin. Ha, albatta mumkin. Chunki Facebook orqali biz juda yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Demak, yana bir marta qaytarib o'tamiz. SMM bu ijtimoiy tarmoqlar marketingi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar bular: Instagram, Facebook, TikTok va Telegram messenjeri hisoblanadi. Unda siz sodiqlikni amalga oshirishingiz, brendni tanishingiz va savdo-sotiq masalasini hal qilishingiz mumkin. Do'stlar, siz kurslarni yaxshi o'zlashtirishingiz uchun biz lug'at tuzib chiqdik. Buni video ostidagi havola orqali o'tib, Telegram guruhimizda olishingiz mumkin. Siz nimaga bu lug'atni yodlashingiz kerak? Sababi kelgusidagi videolarda terminlarni, SMM, target, IRR yoki bo'lmasam boshqa ko'rsatkichlarni, gaplarni tushunish uchun albatta bu lug'atni yodlab olishingiz shart. Demak, lug'atni olish uchun Telegram guruhiga o'tamiz va u yerda bemalol lug'atni yuklab olamiz. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Barcha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat.